Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuv. İşlerimiz ham oxiriga yetib qolyapti-da. Bu yerda bollar bo'ladi. Resirkulyatsiya sistemasi, bollarni isitish podacha apparatkalari, bularimiz shu yo'nqislarda nasosni joyi, bu yoq avtopatikka bollarni suvi, sistemamizning suv to'ldirishi, havoz tashqariga, bu yog'i sistemaga suvlanishi, filtr 50 kilovatli 35 kilovatli kotellarimiz, ya'ni tergan o'zi gidrostrelka. Bu yoqlarimiz ham bu yerda ham palif nasos bor. Qolganlar ularni bo'ldi, ketadigan joyga ketib, bu yerda ikkita 800 litrli bochka 40 kg o'rnatiladi. Shu joyi mana bu yoqqa ketgan turiblar.